Allergiyadan qanday qutulsa bo'ladi? Men birinchi sizlarga allergiyan kelib chiqishini aytmoqchiman. Biz Hindistonga bordik. O'sha payt menda nervodermatit boshlangandi. Nervodermatit bu allergiyaga kirmaydi deyman, lekin bu boshlanishi, teri kasalligida boshlanishi, allergiyani boshlanishi, u asab qisasi chiqadi. Allergiya o'zi noto'g'ri ovqatlanishdan qonni zaharlanishi ketar ekan. Qoni zaharlandimi, sizdagi teri kasallik yuzaga chiqib kelaveradi. Qichima bo'ladimi, aksirish bo'ladimi, nafas yo'lidagi yo'talmi, nafas siqishmi, hammasi allergiyaga kiradi. Shuning uchun bizning ikkita mahsulotimiz bor. Bu Karpurant bilan Karpurdara. Bunga qo'shimcha men hali aytganimdek protektor mahsulotlar ham ichish kerak. Qon tozalagich. Qon tozalandimi, demak sizda allergiyangiz chekinadi. Allergiyaga men yana bitta zo'r narsani aytaman. Birinchi ovqatni yeyishimizni to'g'rilashimiz kerak. Masalan, qo'y go'shti allergiyani ko'paytiradi. Tuxum, chaqchuqlar, bodomlar, ko'ryapsizmi? Diyeta ham обязательно o'sha lecheniya vaqti shart.